Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Marlon Shodli agrotexnik videomizga ko'rishaylik. Yangicha universal qizil drabilkamizda yangi partiyasiga yetib keldi. Hozir bilan to'liq obzor qilamiz. Sizlar bundan kanalga bitta like bosasizlar, obuna bosasizlar va kommentariyaga o'tib sizlarga qanday drabilka kerakligini yozib qo'ysalaring, o'shani ishlash videosini chiqarishga harakat qilamiz akalar. Bunda boshlaymiz akalar. Mana ko'rishingiz mumkin, o'zida hozirda 4 xil setkasi bor. Bu yerda 3 ta turibdi, ichida bittasi. Bu tomondan o't solinadi, bu tomondan esa don solinadi. Ko'rishingiz mumkin akalar. Mana ichini ko'rsatamiz. Pichoqlariga ahamiyat berasiz akalar. Pichoqlari qalin, mana santimetrlardan ko'rishingiz mumkin. Qancha qalin qilib ishlangan, 3 ta urib beradigan va mana bu yerda donlarni maydalaydigan pichoqlari joylashgan. Pichoqlari ancha ko'p. Ichida donni maydalaydigan setkalari bor. Bunga setkalarni almashtirib, poya, somon, donlarni bemalol chiqarsa bo'laveradi akalar. Motorlari 5,5 kilovatli misli motordan joylashgan bo'ladi. Оборотлari 2800-3000 оборотli bo'ladi. Tepasida to'kchi o'z ko'rsatib turadigan datchilariga ega akalar. Konditsatorlari esa 450 li, eng katta konditsatordan 170-160 tokkacha bemalol ishlab bera oladi akalar. Bu tomondan donni to'ldirib qo'ysangiz, donni yorma kepak darajasiga keltirib maydalab beradi. Makkalarda yorma qilib beradi, bug'doylarda esa kepak darajasiga keltirib maydalash uchun mana bu setkani qo'yishlaring kerak bo'ladi akalar. Ichida turgan setkani qo'yishlaring kerak bo'ladi. O'zini listini ham bitta ko'rsatib o'tganmiz. Yana ochganda mana listini ko'rishingiz mumkin. Listi ancha qalin qilib ishlangan, boshqa drabilkalarga nisbatan akalar listi mana bu tomonda 2 qavatli list bilan joylashgan. Bunimizning narxi qancha ukam deydiganlar uchun akalar, narxi bizning YouTube kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, kommentariyaga yozib, omad so'zini yozib keladigan akalarimiz uchun narxini o'zi 4 million 200 ming sotadigan narximizda 3 million 700 ming so'mga dastavkasida qilib beramiz akalar. Drabilkamiz ko'rishingiz guanjo bermasligi bo'ladi. Mana bu yerda o'zining Xitoy dirkalari bor. Dirkasi 2-3 kilo yozib qo'ygan, lekin biz sizlarga 5,5 kilovatli motordan qo'yib beramiz akalar. Shunga xuddi shunday drabilkalar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyatida, Marg'ilon shahrida bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar akalar. Joningiz sog' bo'lsin. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Rahmat. Like, obuna va kommentariyaga yozib, o'zingizga yoqqan drabilkani yozib ketasizlar. Lentali, oddiy va universal drabilkani yozib ketasizlar akalar. Joningiz sog' bo'lsin. Telefon nomerlar pastda bo'ladi.